Hurmatli dangasa qishloqlar, bugun jiyanim keldi, ya'ni Gigachat. Bu sizlarni tayyorlantiradi. Mana o'zi ham kelib qoldi, hozir tushadi va qaysi birlaringnidir olib ketish ham mumkin. Ha, meni aytyapti. Hozir ko'ramiz. Agar yaxshi tayyorlanadigan trenirovchilar bo'lsa olib ketishim ham mumkin. Senga qanaqa trenirovchilar kerak? Bekor bo'lgan xohlagan qishloqlaringizni bering. Men tayyorlab kelaveraman, menga farqi yo'q. Bitta jitel bor. Qaysi jitel? Mana yo'lingdagi jitel. Mayli unda, bu bekor bo'lsa mayli, menga farqi yo'q. Men o'zim tayyorlab olib kelaveraman. Bo'ldi unda, shaharga olib ketsang ham bemalol. Mayli unda, men ketdim, tayyorlab kelaveraman. Erta obedga jo'nayman. Mayli, o'zing bilasan. Hoy, jitellar, hammang tayyor tur. Agar ushlab olsam, o'ldirib olib ketaman. Yordam beringlar, iltimos. Endi nima qilaman, bitta jiteldan ayrilib qoldim. Mayli edi. Bu jitelni qaytib ko'rmaymanmi deyman-da. Yoki ko'ramanmi, bilmadim. Qiziq, nimamday jitellar yo'q? Hoy, men jitellarni olib ketyapman trenirovkaga. Sotmaysan menga? Sotsam sotaveraman. Mayli, mana bitta izimrud. Izimrudni olib ketdi-ku minyon. Bepulga bermaysanmi? Yo'q, bepulga bera olmayman. O'zi merdan arangerlanib oldim. Unda ularni olib kelay. Mayli, olib kelsang olib kel, keyin sotaman. Xo'p, endi uxladim pulga. Nima qilyapsan bu yerda? To'xta, yaramas chol. To'xta, ushlasam o'ldiraman. To'xta. Yordam beringlar, iltimos. Menga yordam beringlar. Jang, yordam ber. To'xta, yaramas chol. O'zi bunga qara chollar nima kerak? Bu o'zi pensiyaga chiqqanmikan? O'zi shularni tarbiyalab nima qiladi? O'zini tarbiyalamasa-ku yaxshi. Aytgancha tanishim kelaman degandi. O'sha tanishim kutib olayin. Ha, mana uyga yaqinlashib qoldim. Minyon-ku yangiga. Senga yana pul kerakmi? Hozir mana pul beraman. Hozir cho'ntagimga solib olay. Buyoqqa kel, meni oldimga kel. Desam qo'rqib ketar ekan. Ha, mayli. Borib endi tanishimni kutib olayin. Mana kelib qoldi, yaxshi. Kutib o'tirmaydigan bo'ldim. Bugun juda ham kun jazirama bo'ldimikan yoki menga shunaqa sezilyaptimikan? Bilmadim. Sizga ham jazirama sezilgan bo'lsa, fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Hoy, mashinaga qarab o'tirmasdan $1600 ber. Mana hozir beryapman. $1600 chiqadimi? Ha, chiqadi. Tezroq ber bo'lmasa, men shoshilib turibman. Mayli, mana berdim. Mayli, unda sog' bo'l. Ketdikmi unda? Ha, ketdik, unda ketdik. Qara, uyda ko'raychi. Mayli, ketdik. Yurish yaxshi-ku. Ha, shaharda shunaqa yuradi odamlar. Ha, yaxshi. Ingiz uzoqda emasmi? Ha, mana shu yaqinda, to'g'ridagi uy. Ha, yaxshi, yaqinda ekan. Gigachat nima qilyapti? Nima qilyapti shu? Qarab turibdi, nima qilardi? Ha, qarayversam qarasa. Aytgancha, meni ishim bor edi. Marketga borib bir-ikki narsa olib kelishim kerak edi. O'tirib turasan, ya'ni yotib turasanmi? Mayli, o'zi charchab kelgandim, o'zi uxlashim kerak. Bo'ldi unda. Yaxshi, borib endi narsalarni olib kelaylik. Uxlab turguncha bemalol ulguraman. Pullarni olib olay. Aytgancha aqlmanda karta bor-ku. Yangi odamlar kelibdimi? Demak, men ovga chiqishimga to'g'ri keladi. Bu bolani olmasam bo'lmaydi. Bu bolani aniq tayyorlantiraman. Bu qishloqni qo'yib qo'yay, keyin bu bolani olib kelaman. Juda ham yaxshi ekan. Trenirovkaga yaxshi yaraydi. Buni olib qochib ketmasam bo'lmaydi. Chunki deganda, jak ko'rib qolsa agar aniq meni o'ldirishi aniq. Shuning uchun sekingina kirib, uydan olib chiqib qochib ketishim kerak. Hali ham uxlamagan ekan, yaxshi omadim bor ekan. Bu munchalar uyquchi bo'lmasa, uyquchiligiga yo'qoladi hali. Ko'ramiz, kim urdi meni? Tezroq olib qochib ketmasam bo'lmaydi. Va bularga borgandan keyin protein bersam, agar jangga chiqaversa, dahshatgina daromad olib keladi. Yopib qo'yamiz. Endi yotqizib qo'ysam, salgin yotib tursa, supermarketdan narsalarni olib kelaman va ketib boraman. Jitel bosh bilan qattiq tegmagan bo'lsa, yaxshi, bu kravatda yotibdi. Nimaga bunday qishloqlar yo'q, bilmadim-u, lekin bu yerda zombicha nimaga tilamchilik qilyapti? Senga zo'r uycha topib oldim. To'xtab tur-da. Hozir juda ham zo'r uychaga joylashtiraman. Endi bu seni uying. Sherda yotib, bemalol tilamchilik qilsang ham bo'laveradi. Men o'zi nima uchun chiqqandim? Nima qilib yuribman? Aytgancha supermarketga borishim kerak edi-ku. Aytgancha non bormi? Ha, seni tandim-ku. Ha, Gigachat, qandaysan? Men qayerdan tonding? Ko'cha ko'rgandim-ku. Ha, men emasman. Ishim chiqib qolgandi. Hozir ketishim kerak. Ana minyondan keyin izimrudni oldingmi? Yo'q, olganim yo'q. Olsang keyin sotib olasan. Xo'p, mayli, ketdim men. Xo'sh, nimaga to'xtagandik? Ha, aytgancha non kerak. Endi mendan bo'shib qaranib qoldi. Men tezroq ketmasam bo'lmaydi. Qishloq bilan jagni do'sti qochib ketmagan bo'lsa-ku yaxshi bo'lardi. Endi bir ko'rayinchi qani. Hech kim hali ham qochib ketgan yo'q. Endi sekingina olaman. Boshi salgina qo'napti. Ha, mayli, endi tuzatamiz. Borguncha salgina chidab tursa bo'ldi. Vattak bo'ldi. Menimcha taksi kelib qolgan bo'lsa kerak, chunki odamsiz taksi edi. Bu Yandexning eng lyuks xizmati edi. Men atayin men uchun taksi zakaz qilgandi, lekin qishloqlarni olib ketishim kerak edi. Bitta qishloqni aytib nima foyda ko'raman, shuning uchun bu bolachani ham aytsam bo'laydi. Hayda taksi, nimamda qizimagansan? Ancha oldinroq qizib turishing kerak edi-ku. Senga aniq vaqtini aytgandim. Tezroq bo'lmasa. Davay, ketdik unda. Ketdik tezroq. Bo'l, chakka
kelib qolmasdan yur tez. Yaxshi, ketdik. Sun'iy intellekt bilan boshqarilish yaxshi bo'lgan ekan. Mana aka, tavba bo'ldim oxiri. Bu gigachatni, bu yaramas meni do'stimni olib ketgani uchun yaxshigina ko'radi. Hozir men bu eshikni yaxshilab buzishni ko'rsataman. Agar olib ketgan bo'lsa, agar sherda bo'lsa, o'zini borku urib o'ldiraman. Aytgancha qurol olib kelmagan ekanman-ku. Ha, mayli, nima bo'lsa ham ko'ramiz. Tak, mana buzib keldim. Endi gigachatni topish kerak. Nima bo'ldi? Nima bunday qamab qo'yibsizlarni? Bizni tayyorlantirar ekan. Qandayga nima bunday qamab qo'ygan? Salga chiqarar ekan. Salga chiqarishdan oldin bizni hamma joyga tayyorlantirib, keyin salga chiqarib pul ishlar ekan. Demak bu daromad ko'rmoqchi ekanda. Bu yaramas qayerga ketdi? Ehtiyot bo'ling, qamab qo'yishi mumkin. Mayli, ehtiyot bo'laman. Endi buni qanaqa qilib buzsam ekan, ha? Birorta chorasini topish kerak. Aytgancha, narigi taraflarini bir ko'raychi. Bu kirka bilan buzib ham bo'lmas ekan. Narigi taraflariga bo'sh joy yo'qmi? Yo'q, bo'sh joy yo'q ekan. Demak, bu qishloqlarni qanday qilib olib chiqib ketsam ekan? O'zim do'stim qolib ketib, qishloqlarni olib chiqib ketamanmi? Unda bir harakatini qiling, biz o'zi qazoblanib ketdik bu yerda qolib. Qanaqa qilibdir kirib bo'lmaydimi? Yo'q, kirib bo'lmas ekan bu yerda. Mana gigachatni o'zi ham kelyapti. Nimamday qamab qo'yding meni do'stimni? Sani ishing bo'lmasin. Nimamday, meni ishim bo'lmaydi. Meni do'stimni olib ketganing uchun ko'rasan yaramas. Quroling bormi? Qurol sotib olardim. Yo'q, qurolim yo'q. Bo'lmasa endi ko'rasan. Tayyorlantiraman. Seni ham endi jangga chiqaraman. Meni qanday chiqarasan? Qo'limdan keladi. Agar tayyorlanmasang, seni o'ldiraman. Birinchi bo'lib mana shundan boshlaysan. Yo'q, men qila olmayman. Men kuchim yetmaydi bunga. Qilasan dedimmi, qilasan. Qanday qilaman? Yetmayapti-ku, nimamda qo'lim yetmayapti. Kuchim yo'q, protein kerak. Senga protein kerak emas. Yo'q, aytdim-ku, menga protein kerak bo'lmasa ko'tara olmayman. Yaxshi, tush, boshqa mashq o'tamiz. O'chakni o'ldirib qo'yadi-ku hozir. Nima qilamiz endi? Ko'tara olmayapman-ku, nimamda ko'tara olmayapman. Kuchim yetmayapti. Bo'ldi, men tushay. Bo'ldi, tushsang tush, boshqa mashq o'tamiz. Qanaqa mashq? Bilmayman, xullas. Yugurasan, bo'ldi, qarochi yugurasan. Qanaqa qilib yuguraman? Hozir o'zi charchab kelgan bo'lsam, mashina bilan kelding-ku, qanday charchaysan? Men yugura olmayman dedim-ku. Bir yugurib ko'raychi, yetmayapti kuchim, nimamday charchab qoldim, charchadim. Bo'ldi, tushaman qarochi. Nima qilaman? Men yugurib, bordan protein olib kel. Protein hozir birinchi mana shunga urib ko'r. Ura olmayapman, kuchim yetmayapti deyapman senga. Bo'ldi, hozir protein olib kelaman. Hech joyga qochib ketmay tur. Mayli, hozir urib turaychi. Unda ketsin sekin. Sizlarni hozir qutqaraman. Yaxshi qilasiz, tezroq qutqaring, o'zi bu yerda qolib ketdik. Davay, ketdik, hammalaring ketdik. Yuringlar tezroq. Qo'lga tushib qolmaylik tag'in, tezroq yuringlar. Mana chiqyapmiz. Tezroq yuringlar. Bo'pti, qisilib qoldik. Davay, ketdik. Shunaqa, ketdik. Yaxshi. Davay, ketdik. Aytgancha bu yerda yaqin do'stim yashardi. Faqatgina yetib olish kerak. O'sha do'stimning oldiga yetib olsak, bundan qutulamiz. Buni o'ldirib qo'yish mumkin. Unda tezroq yuring, tezroq. Mayli. Endi chapga. Yaxshi. Atigi 100 metr qoldi. Nima buncha uzoq? Nimamda qayerga ketishdi? Hozir ko'rarim mendan, baribir hech qayerga qochib keta olmaydi. Bular meni Spider-Manligimni bilmasa kerak. Hozir proteinni ichib olay. Tak. Bu eshikni buzib ketgan yaramas Jakni ham qamab qo'yaman. O'zi shu ochiqcha edi. Buni ham baribir tayyorlantiraman. Ushlab olsammi, ko'radi. Aytgancha proteinni ichib oldim-ku endi. Spider-Manlik vaqti keldi. Endi hozir ko'radi. Qarochi Spider-Mancha. Endi yetib keldim. Mana salgina qoldi. Hoy, qayerga ketyapsanlar? Tezroq yuringlar. Hech qayerga keta olmaysan. Mana xitoycha tayyorlanganimni bilmaysanlarmi? Yo'q, bilmas ekanmiz. Yuringlar tez. Bormasalaring o'ldirib qo'yaman urib. Voy yaramas, nimamda kel sharpaga o'xshab kelayapsan. Bularni aylantirishga olib chiqqandim. Bekoringni 5 tasini aytibsan. Qochayotganding. Do'sting sherda yashaydi-ku. Bilib qoldi rejamizdan. Endi qochishlaring imkonsiz. Endi nima qilamiz? Qayerdan chiqib ketsak bo'ladi? Bilmaymiz, lekin bitta izumrud bo'lsa agar chiqib ketardik. Menda izumrud bor, lekin bitta yig'ib berishlaring kerak. Yo'q, yig'ib bera olmaymiz. Unda nima qilasizlar? Qanday qochib ketmoqchisizlar? Bilmaymiz, sen o'ylab topish kerak-da. Sen o'zi qutqarishga kelding-ku. Men qutqarishga keldim, lekin sizlar ham o'ylashlaring kerak-ku, sizlar ham qochishlaring kerak-ku. Bizlar hech narsa o'ylab topa olmadik. Iltimos, birorta chorasini toping. Mayli, harakat qilib ko'raman. Hoy Jak, chiqib kel meni oldimga. Qanaqa qilib chiqib boray? Bular bilan maslahatlashayotgandim. Bu yerdan chiqa olmaysan. Orqadan chiqib kel. Mayli, hozir orqadan chiqib kelaman. Nimamda yo'ldan to'sib olishda. Tezroq chiqib kel, senga gapim bor.
Mayli, seni tayyorlantirishim kerak. Bugun jangga chiqasan. Kim bilan? Men bilan chiqasan-da, men bilan tayyorlansan, keyin boshqalar bilan chiqasan. Hoy, birorta ilojini topgin, Jak. Bitta izimrit bersalaring chiqib ketasizlar. Sizlarda bor-ku, Jak. Menda yo'q, sizlar berishlaring kerak-ku. Yo'q, bizlarda yo'q. Ha, bittalaring o'ylab ko'ringlarda ham bitta maslahatlashib bitta izimrit bersalaring chiqib ketasizlar. Boshida izimrit berayotganding-ku, o'sha izimrit bersang ham chiqib ketasan. Mayli, qishloqlar ham senga padarka. Mayli, nima uchun chiqdim o'zi? Qo'lingni tayyorlantiraman. Eshikni yopib kelmading-ku. Mana yopishga keldim o'zi mana. Yaxshilab yopdim. Mana boryapman. Endi tayyorlanasan. Qo'lingni yoyib och. Menda izimrit bor, aytgancha. Men izimrit beraman. Qutulsam bo'laverami keyin? Mayli, bergin ketaver. Qishloqlarni ham olasanmi? Hammamiz chiqib ketamiz. O'zing bilasan lekin. Qo'yib, qishloqlarni o'zim bog'ib olaman. Unda sen meni ko'rmading, men seni ko'rmadim. Mayli, bo'ldi unda. Unda ketaversan, ketar. Men mana shu yerdan bir kirib ko'rayinchi, juda yaxshiroq issiq ko'rinyapti ko'zimga. Mana shu yerni ochib bir kirib ko'rayinchi, juda ham ajoyib joyga o'xshayapti. Ketsalaring ketinglar tezroq. Mayli, mana yerda nimadir qolib ketgan ekan. Ha, u turib turadi. Ehtiyot chorasizligi uchun. Ha, mayli. Ehtiyot chorasimi nima bo'lsa ham keyin boshqa qishloqlarni topib olasan. Sen yaramas gigachad. Ketdikmi do'stim? Ha, ketdik. Ketdik, olg'a, ketdik. Davay unda yuringlar endi. Nimamda qolib ketlaring. Ketsang ket, bo'lmasa keyin ushlab olsam o'ldiraman senlarni. Unda ketdik, tezroq yuringlar. Davay, ketdik. Sherga bir yugurib olayin. Oxiri bularni jo'natib yubordim. Merdan yaxshiginaga beshlardim. Proteinni o'zimga olib qoldim, yaxshi. Endi maza qilib protein yesam ham bo'laveradi. Ha. Bo'lmasa qo'yavermasam merdan yaxshiginaga beshlardim. Endi men ketdim. Boshqa jitel bilan boshqa odamlar topishim kerak.